Xotin Mavji Xudoydo'st Qariya To'rkildan bo'lamiz. Bu mantiqa Ingishga deydi. Bu To'rkilli mantiqasiga ilda yani shunga nimaga tapriga keladi. Javo'n bachalar, qarilar, yoshlar hammasi yilda bir dafa shu yerga tapriga keladi. Xo'p, bugun qanday bo'lib kelgansizlar? Nima barnomalaringiz bor? Shuni ko'rasiz. Barnomamiz shu, yoshi, qari, hamma javonlar yilda shunday bahorga, shunday bir tapriga keladi. Bir sayl soatlarga kelgan, bir ittifoq, shu javon va mo'ysafat hammasi bir vatani oromli, vatan bizga shunday nima bo'lgan, shuning uchun bir tapriga kelganmiz. Xo'p, bahorgi bir aysangiz, bu yil masalan qanday kelgan? Bahor qanday? Shularni ko'rasiz. Bahor shukr ko'p yaxshi, shipilgacha ko'p yaxshi. Xudo mehribon. Bundan baqiy ham shoyat borish bo'lsa, yaxshi bo'lsa, bug'doylar yaxshi, kishti ziroatlar yaxshi, sabziyotlar yaxshi, bu hamma narsa shukr yaxshi. Amniyat borasida shukr fazl Xudo, bundoq amniyatki necha yil ilgari bu joylarga ne keliladi, ne ketilaydi, noamni edi, jang edi. Hali shukr fazl Xudo bu imoratda vaqtiga bundoq amniyatki tamom yerga, har yerga borsa, kelsa, kelilamiz, yuralamiz, turalamiz, amniyat ta'min. Har yerga ozod hamma mardum zindagonlik qilinadi. U endi borasida to'p o'ynaydi bular. To'pbozlik qiladi, disak to'p, zaminak to'p. Motorsikl chiqibdi endi desangiz, har qaysi har gazalaga olib chiqadi, haydaydi. Shundoq nimasi bor. Mana bu motorsikl tez haydayotganlar, ko'p hodisalar bo'ladi. Bularga nima aytilayotganingiz bor shu javonlarga? Javonlar ehtiyot qilsa, javonlar asta-asta haydasa, mardum o'ziga ham nuqsi bor, boshqa mardumga ham nuqsi bor. Boyada asta-asta haydasa, hamma mardum avlodlariga nasihat qilsa-ki, asta-asta haydasa. İnşallah cavallar belki şulardan yığılıp köp, top oynayı, top dastay top dedim.
qulay bitta to'p to'g'ri ular chop ketadi inshaalloh. Uzoqqa to'p kelsa bular past o'lijadan borib past mantiqaga berga inshaalloh keladi inshaalloh. O'yinda avvaldan ayting, bu nima raqam nafarlar bo'linadimi? Qancha nafar bo'ladi har taraf? Bular inshaalloh avvaldan ikki haqqa judo bo'ladi. Bular so'ngra ikki nafar ikki bedolga keladi. Bular o'zlari bir roga ot qo'yib bir roga 2-2 bu taqsim qilib olaveradi. Taqsim qilib oldi, past to'p tushirib bilan inshaalloh yarim bittasi avval to'p to'ladi, bittasi sonra diyum maydonga chiqadi. Inshaalloh har qaysi sonra to'p raqamlar boy berdi, past yana u samt kelib, baqa to'p dubara o'ynaydi inshaalloh. Bu o'yin endi tozalardanmi yo qadimlardan bor ekan? Inshaalloh bu o'yin bu javonlar qaddiga ham shabarday boy inshaalloh bir sari savodlari kelsa qadimdan ham o'ynaydilar. To'p dastagi deydi, voleybol, futbol bunday javonlarga inshaalloh rivoj bilan ko'p yaxshi bilan o'ynaydilar. Endi shu yilda qaysi mavsumda ko'proq bu o'yin o'ynaladi? Bu o'yin inshaalloh mosha samti bahorga, vaqti bahorga bo'ldi inshaalloh bir javonlar bir programmalarda keladi bu qamlar 4 ta 5 ta bir ish bilan taqriban 200-300 nafar ishga bor. Inshaalloh shular jam bo'lib kelib sayr savodlariga to'p o'ynagani, savodlari qilgani, aks olgani bir meylay bahordan bir istifoda qilgani inshaalloh kelganlar hammasi qamlar. Meni otim Muhibullodi, Taxallus Jamshirdi. Bu mantikaga bizlar bir meylay bahori desam, tapri desam, shuna bir kelgan bizlar. Baxotir shu bir nishonai bahorda bizlar nima qilsa shu yerga mahfil olsa albatta. Shu mantikalarga shuning uchun bizlar aynalib kelganmiz. Bugungi barnoma shu uchun faqat shu bir bahor uchun shu uchun kelgansizlar. Bali bir soat bir sabab kelishlar. Voqean foydasi bo'ldi. Oyanda bizlarning naslarimizga bir ulgu bo'ladi. Bizlarning yosh kattalarimiz, bizlarning yigitlarimiz, musafirlarimiz shuna bir ro'zlarni anjom bergan ekan. Bizlar ham oyanda shu ishlarni qilsak deb shu uchliklarimizga, umuman javob bachalarimizga bir ulgu bo'ladi. Baxotir shu uchun bizlar shu yerga bir mahfil oldik. Oyanda bizga bir narsa qo'sin bir nimaga bizlar ham shu bizga o'tgan guzashtalarimizdan bizga ulgu qolgan shu narsalar. Biz xohladikki bizlar ham shuna bir ish qilsak, hamisha ham bor edi. Ba'zan biz aytdikki shu yil bir dasta jami taqriban bir 250-200 nafar shundoqlar jam bo'ldi shu yerga. Baxotir mahfili bahori uchun Mela Yusuf deysan bahoridan shu narsalarga biz shu yerga mahfil oldik-da. Ko'zga qarab ol. Suvat. Ya kim koysun? Thank you.